Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga Turkiya davlatining Aksano qishloq xo'jaligi mashinalari ishlab chiqaruvchi zavodining AXN Lyon 28 yangi avlod kombinatsiyalashgan diskli baranasini ko'rib chiqamiz. Akalar, nima uchun men hozir yangi avlod kombinatsiyalashgan diskli baranasi deyapman? Videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar nima uchunligini. Diskli baranamiz disklari ikki qator qilib ramaga o'rnatilgan. Har bitta disk mustaqil ravishda ishlaydi. Diskning diametri 56 sm, disklarning soni 28 dona. Umumiy ishchi qamrov kengligi 3 metr 42 sm. Disklarni yerga ishlov berish chuqurligi 15 sm dan 25 sm gacha ligirovka qilsanglar bo'ladi. 3 xil katok ishlatilgan. Birinchisi oddiy katok. Bu maxsus ustida tishlar o'rnatilgan. Ikkinchi qator katok maydalab ezib ketish uchun. Uchinchi qator katogimiz bu oddiy yer yuzasini tekis qilib ketish uchun. Ushbu diskli baranamizni 140 ot kuchidan yuqori traktorlarimiz uchun maslahat beramiz akalar. Ushbu diskli baranani nima uchun yangi avlod kombinatsiyalashtirilgan diskli baranasi deyapman? Chunki ham yerga ishlov berib tuproqni yumshatib ketasiz. Undan keyin orqasida don ekish selkasini o'rnatib birdan urug'ni ham ekib ketsangiz bo'ladi. Bunda siz ham vaqtdan yutasiz, ham har xil xarajatlardan yutasiz va yoqilg'i sarfi ham juda kam bo'ladi. Videoning oxirida ushbu selka bilan ishlagan videosini qo'yib ketaman, ko'rsanglar bo'ladi. Ushbu kombinatsiyalashtirilgan diskli baranamizni bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Diskli baranamiz haqida yana o'zingizlarni qiziqtirgan savolinglar bo'lsa yoki xarid qilish istaginglar bo'lsa, bemalol pastda raqam qoldiraman. Akalar telefon qilib murojaat qilishinglar mumkin.